O'zbekiston Respublikasi davlat madhiyasi yangraydi. Biz siz bilan bugun O'zbekiston resurslariga, sportni sevuvchi bolalarimizga xizmat qilish uchun shay holatga keltirildi. Biz mana shu majmuaning shu bolalarimiz uchun shug'ullanishi uchun bunaqa stadionlarga har doim biz tayyormiz. Bunaqa stadionlarga labbay deb javob beramiz va sport vazirligimiz tomonidan hamda sport ahli tomonidan hammanglarga rahmat deymiz. Mana shu ustozlarimiz turibdi, mana Dilshodbek Nuraliyev, mana borlar Paxtakorda birinchi kelganmiz, biz ham o'ynaganmiz, sizlarga o'xshab futbol o'ynaganmiz. Mana shu yo'nalishlar qo'llab-quvvatlanmoqda. Hamma mana shu bolajonlarimizga sport maktablarida chiroyli sport zallari, basketbol, futbol va boshqa mana juda ikkinchi sport maktabi. Azizlar, hozir tadbirimizga yana bir ajoyib Потихоньку, сейчас, девочки.